tishlarida juda ham ko'p muammoli vaziyatlar borligini ko'rishimiz mumkin. Aynan tishlar yo'qligi, pastki tishlarda ham juda ham ko'p tishlar yemirilganini ko'rishimiz mumkin. Aynan o'zlariga mos bo'lgan tish shakllarini tanlab berdi. Eng muhim jihati bu ularning tabassumi, go'zal tabassum. Juda ko'p stomatologlar bu narsani joy esdan chiqarib yuborishadi yoki yaxshi e'tibor berishmaydi. Qanday qilib bitta oq jentana puli ketganini xosligiga ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan men Farhod Usmonov, Tosh tibbiyot fanlari doktori, dotsent va bugun sizlar bilan bitta bemorimiz aynan jentrani puliga qanaqa tishga ega bo'lganlarni bugun qadamma-qadam boshma-bosh ko'rsatib beraman. Faqat jentraning rangi oq. Xo'p, bu bemorimiz bizga murojaat qilib kelganlarida tishlarida juda ham ko'p muammoli vaziyatlar borligini ko'rishimiz mumkin. Xususan yuzlariga umuman mos emas, chunki tishlari ko'p holatlarda yemirilib ketgan. Buni qayerda ko'rishimiz mumkin? Ayniqsa tishlarining balandligi har xil vaziyatlarigini va formasi har xil vaziyatlarigini ko'rishimiz mumkin. Bittasi keyin bittasi ko'p. Keyingisi mana bu holatda eski qo'yilgan koronkalarni ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa o'ng tomonlarda esa juda ham ko'p plombalar borligi, oldi tishlarida ham plombalar ko'p borligi va mana bu tomonlarda shoshni koridor deymiz, ularda qorong'i, ya'ni tishlari bu tomonda yo'qligi va bu tomonda esa aynan prikuslari ham noto'g'ri belgilar bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Va bu esa eng muhimi nafaqat estetik, balki eng muhim bo'lgan funksional, ya'ni ovqat chaynashga, nutqga kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Eng xavfli tomonlardan bittasi bu prikuslarning hammasi borib bo'g'imlaridagi muammolarga olib kelish va uni yanada kuchaytirib yuborish ham mumkin edi. Endi og'iz tomonda yaqinroq ko'radigan bo'lsak, haqiqatan ham bu yerda ayniqsa tishlarning holati juda ham yaxshi ko'rinib turibdi. Ya'ni bu yerda demak ko'p holatlarda, ko'p joylarda mana bunday karisning belgilari borligi va plombalar, mana bu yerda karis, mana bu yerda plomba oldinga qo'yilgan plomba va u plombalar ya'ni kirishish, ya'ni usatga bergan hisobda kichrayib qolganligi va bu yerda keyinchalik karisning ham rivojlanishiga sabab bo'lishi va mana bu yerda tishlarning shakllari bir-biriga nomutanosiblik, plombalarning, koronkalarning borligini ko'rishimiz mumkin va eng qiziqarli jihati yana ham agar chuqurroq og'iz ichiga qaraydigan bo'lsak, unda ko'rishimiz mumkin yon tomondan ayniqsa juda ham holatlar yaxshi emas, ya'ni sababi bu yerda aynan tishlar yo'qligi kulganlarida juda ham o'zlariga noqulay bo'lib, o'zlariga ishonchlari pasaygan bo'ladi. Chunki ayol kishi bo'lganligi sababli ko'p holatda bilasizlar, ayollarimiz juda ham haligi o'zlariga ishonch bilan kulishlari, oynada o'zlariga qarashlarida eng muhim jihatlardan bittasi to'g'ri soch, qosh, ko'z, qoshlar bo'lishi mumkin, lekin yana eng muhim jihati bu ularning tabassumi, go'zal tabassum. Aynan mana shu yana bitta bizga murojaat qilishlaridan sabablardan bittasi bu aynan go'zal tabassumga ega bo'lishlari uchun edi. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, bu yerda endi bu yon tomondan ko'rib turgan holatimiz va endi oldi tomondan qaraydigan bo'lsak va og'iz ichidan qaraydigan bo'lsak, bu yerda vaziyat ko'rganingizdek vaziyat nafaqatgina yuqori tishlaridagi muammolar, balkim bu yerda ko'proq aynan pastki tishlarda ham juda ham ko'p tishlar yemirilganini ko'rishimiz mumkin va eng muhim jihatlardan bittasi bu yerda klikovoy vidение, ya'ni qoziq tishlar ham o'ta ham yemirilib ketgan. Ya'ni qoziq tishlarning yemirilishi keyinchalik funksional muammolar yana ham kuchayib ketishiga va chaynoq bosimi noto'g'ri taqsimlanishiga, bu esa keyinchalik butun tish jag tizimiga, kerak bo'lsa bo'g'imlar va mushaklarga ham zarar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ana endi eng qiziq joyga kelyapmiz. Ya'ni qanday qilib bizga mana shu bemorimizni go'zal tabassum, go'zal ishonchli va funksional tabassumlarga qanday qilib bitta oq jentana puli ketganini xosligi ko'rsatib beramiz. Barcha chuqur tekshiruv o'tkazganimizdan keyin aynan mana shu bemorimizning o'zlariga xos va mos bo'lgan tish jag bo'g'imiga, prikuslariga va eng muhimi tabassumlariga eng mos bo'ladigan maketni tayyorladik. Ya'ni bo'lajak tishlar qanday bo'lishi kerak? Hali tishlariga tegmasimizdan turib, bemorimizning bo'lajak tishlari qanday bo'ladi? Bu tishlarga bemorning yuzlariga, jag'lariga, chaynashlariga, nutqlariga va eng muhimi go'zalliklariga qanchalik to'g'ri keladi. Shuni tekshirib olish bosqichini amalga oshiramiz. Ya'ni bu bosqichda biz bu bemorimiz yuzlaridan, shakllaridan kelib chiqib, aynan o'zlariga mos bo'lgan tish shakllarini tanlab berdik. Bu esa ularning yuzlarining shakllaridan kelib chiqdi. Keyingi masala bu narsa prikus qanchalik go'zallik bularni o'zlarining estetik go'zalliklari, ya'ni antropometrik, ya'ni yuzlaridagi holatlarga qanchalik mosligini tekshirdik va eng muhim ko'rgan bo'lsa, sentrlarning ham o'zlarining tichlari past va tepa jag'lari o'zini holatga keldi. Nima uchun? Chunki biz bularda funksional to'g'rilashlarni, ya'ni bo'g'imlarda funksional ishlarni amalga oshirdik. Va bu holatda biz mana bunday natijaga erishdik. Ya'ni bu natijani agar yaqindan ko'radigan bo'lsak, og'izdagi holatlar qanday? Kulganlarida tishlari o'zlarining shakllariga, aynan yuzlarning shakllariga mos, balandliklari ham o'zlariga mos. Har bitta tish o'zini o'rnida turibdi. Agar qoziq tishlariga e'tibor beradigan bo'lsak, qoziq tishlari ham o'zini to'g'ri shaklini egallagan holatni ko'rishimiz mumkin. Keyingi etapda yon tomondan ko'rgan paytimizda ham ko'rib turganimizdek, har bitta tishlarning o'zlarini shakliga mos holatda bo'lib turibdi. Tishlari ham, oldingi tishlari ham va eng muhim jihatlardan bittasi bu yon tomonda bo'yamli tishlar yo'q edi. Biz joyda implantlar o'rnatdik va
implantlariga ham sun'iy koronkalarni taqib berdik va og'iz ichini ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, mana bu yerda eng muhim jihatlardan bittasi, ya'ni biz bo'lajak tishlarni qilayotgan paytimizda aynan o'zlarini tishlaridan yo'qotilgan qisminigina tiklanadi. Bu aynan vinil uchun, vinilni bilan tiklanayotgan paytda eng muhim jihat hisoblanadi. Va mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zlarining tishlarining balandligi mana buncha edi. Biz bularning tishlarini yo'qotilgan qismini, ya'ni tekshiruv anchasida aniqlab o'stirib chiqdik. Oldingi tishlari mana bu qalinlikda edi, uzunlikda edi va biz bularni to'g'ri shaklda, to'g'ri nimada tiklab va bemorimizga oldindan tasavvur paydo bo'lishlarini ko'rsatib berdik. Yana bir muhim jihatlardan bittasi bor. Juda ko'p stomatolog bu narsani esdan chiqarib yuborishadi yoki yaxshi e'tibor berishmaydi, lekin muhim jihatlardan bittasi bu nafaqat oq estetika, balkim bu rozoviy estetika deymiz. Ya'ni bu milklarga bo'ladigan e'tibor. Eng muhim jihat milklar. Nima uchun? Chunki tishlarning oziqlanishi, ildizlarning oziqlanishi, eng muhimi go'zallik, sog'lomlik aynan milklar orqasidan keladi. Shuning uchun biz milklarni ham hisobga olganmiz bu yerda. Chunki bemorimizda undan oldingi rasmlarda ko'rganda bu holatlarda ko'p holatlarda milklarning ahvoli ham yaxshi emasdi. Biz milklar bilan ham ishlab, bo'lajak tishlarimizni qilayotgan paytimizda nafaqat estetika, balkim milklari ham qanday holatda bo'ladi, shuni ham biz to'g'ri hisobga olib qilganmiz va ko'rib turganingizdek milklari ham juda ham sog'lom, aniq, eng muhimi chiroyli holatda bo'lib turibdi. Ana endi WhatsAppdan o'tib oldik, tekshiruvdan o'tib oldik, hammasi yaxshi. Ana endi biz texnikamizga, vinirga zakaz beramiz. Zakaz berganimizda bemorimizga mutaxassisimiz hali vinir yasashdan oldin uni qanday shaklda bo'lishini birinchi test drive varianti, ya'ni har bittasini dona-dona vinir qanday bo'lsa shunday holatda qilib beradi. Faqat material vinir bo'lmaydi, plastmassa bo'ladi. Ya'ni mana bunday holatda. Bu holatda mana ko'rsanglar, har bitta tishlari alohida milklariga bosim beryaptimi yo'q, shakllari qanaqa, bir-birlariga kontaktlari qanaqa va eng muhim jihatlardan o'zi tishlari bir-biriga mutanosibligi, bir-biriga to'g'ri tushyaptimi yo'qmi, tishlari qanaqa shakl, sentrlari o'zlariga, yuzlariga mosmi yo'qmi. Mana shu etap eng finalni bosqich deyiladi. Shu etapdan keyingina biz haqiqiy vinirni olishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Gentrani puli o'z-o'zidan emas. Ya'ni har bitta bosqich, vinillar bosqichi, umuman vinil tayyorlash o'ta ham mashaqqatli, juda ham mayda, lekin shu bilan birgalikda o'ta mas'uliyatli ish. O'ta mas'uliyat. Har bitta bosqichi bironta kichkina xatoni ham kechirmaydi. Chunki biz bu yerda millimetrlarda ishlaymiz. Shuning uchun eng muhim jihati qimmat bo'lishiga ham va mas'uliyatli ish bo'lishiga ko'proq bu narsa shunga bog'liq. Chunki biz bu ishga juda ham katta mas'uliyat, diqqat, e'tibor va eng muhimi tajriba va bilim bilan yondashamiz. Yana bir eng muhim jihatlardan bittasi bor, ya'ni bizni mehnatimiz aynan mana shunaqa vinirlar, koronkalar bilan tiklayotgan paytimizda mehnatimizda yarim qismini egallaydigan eng asosiy qismidan bittasi bu aynan tishlar va vinillarni yasab beradigan mutaxassislar. Ya'ni bu vaziyatda biz o'sha mutaxassislarning eng premiumdan foydalanganmiz. Chunki bizga bemorimiz eng zo'ri, eng premium, eng zo'r bo'lishini talab qilganlar. Shuning uchun ham biz o'z sohasi ustalarini taklif qilamiz. Nima uchun? Agar e'tibor beradigan bo'lsanglar, har bitta narsaga e'tibor berilgan. Agar e'tibor bersanglar, forma tishlarni shakllari, mana bu yerdagi morfologiya deymiz biz stomatologlar tilida, lekin tishlarning shakli, o'ziga xosligi, ya'ni o'zi tishlar tabiiy jihatda qanaqa eng chiroylisi bo'ladi, o'sha narsa yasab beriladi. Va shulardan bittasi mana bu yerda prozrachka deymiz, ya'ni quyoshga chiqqanda, quyoshda yoki yorug'likda tishlarni shunaqa tovlanadiki, xuddi odam o'zini tabiiy tishlaridek chiroyli tovlanadi. Ya'ni bu ularni to'g'ri shaklda bo'lishi, go'zalliklari, yuzlariga, tishlovlariga, pulkslarga mos bo'lishdan tashqari, yana eng yuqori darajadagi estetik go'zallik. Va mana shu holat aynan shu mutaxassislar tomonidan ushbu bemorimizga maxsus yasab berildi. Biz ko'p holatda bunday ishlarni biz avtor yoki mualliflik vinillari ham deb ataymiz. Va eng muhim jihatlardan bittasi, biz bu ishlarni laboratoriyadan, ya'ni mutaxassislarimizdan kelgandan keyin eng avvalo o'zimiz tekshirib ko'ramiz. Ya'ni bizni tekshiruvimizdan, bizni juda ham chuqur har tomonlama tekshirib olishda o'tadi. Shundan keyingina biz bemorlarimizni bu narsani tekshirib, ularning roziligini olganimizdan keyin bemalol ularni taqib ularga topshirishimiz mumkin bo'ladi. Tekshirish juda ham muhim etap hisoblanadi, chunki bu juda ham mayda millimetrlar, hattoki 0.3-0.4 millimetr haqida gap ketyapti. Bunday vaziyatda biz mutaxassis tomonidan kelgan ishlarni o'zimiz qo'limiz bilan olib tekshirib, kattalashtirib ko'radigan apparatlarni, mikroskoplarni tekshirib, har bitta sifatini tekshirib olamiz. Shundan keyingina bemorimizga topshiramiz. Va endi ishimizning final qismi, ya'ni bemorimizga ushbu vinillarni topshirganmiz. Endi natijaga bemalol o'z baho berishingiz mumkin. Juda ham ishlarimiz chiroyli chiqdi. Bu
bizni bahoyimiz emas, balkim bizni bemorimizni baholari va mana shu holatlarga yaxshilab ko'radigan bo'lsak, tishlari o'zlarining ranglariga tanlab, moslab rang tanlandi, yuzlarining shakllariga qarab turib tishlarining shakllari tanlandi va eng muhim jihati, ya'ni funksional jihatdan jag'lariga, prekuslariga, umuman yuz tuzilishi va umuman ovqat chaynashlariga va nutqlariga mos bo'lgan vinirlarni bemorimizga topshirdik. Esingizda bo'lsa, bundan oldin bularni do holatlarini ko'rgandik, ya'ni bizga birinchi kelgan holatlarda bu yerda juda ham ko'p muammolari bor. Tishlarida, prekus balandlik pastlarida, sentrlar yuqori jabhaga mos kelmagan edi, bo'g'imlarda muammo, ayniqsa yuzlarining terilarida, ajinlarda ko'p muammolar bor edi. Lekin mana bu hozir postli holatni ko'radigan bo'lsangiz, bu holatda bu narsa umuman boshqacha. Ya'ni tish qo'ydirilgan vinirlar, lekin eng muhimi bularning o'zlariga, yuzlariga umuman estetik jihatdan har tomonlama mos va xos bo'lgan premium darajadagi vinirlarni o'rnatib berganmiz. Yana bir eng muhim jihati va o'zimiz ayniqsa mazza qiladigan joylardan bittasi bu rozoviy estetika. Ya'ni biz vinirlarni o'rnatayotgan paytimizda qanaqa darajada aniqlik holatida milk va tishlarni chaqlaganimiz va mana bunday tishlari to'q bo'lgan holatda mana bunday oq bo'lgan va juda ham chiroyli bo'lgan vinir holatlarni qilganimiz va bu qanchalik bir-biriga mos bo'lib, milklar xuddi o'zlariniki bo'lib qabul qilindi va bu narsa estetik jihatdan ham, funksional jihatdan ham umuman garmoniyada bo'lishini ko'rib turibmiz va bu jihati eng muhim jihat bo'ladi. Aynan shu narsalar premium bo'lishligi va eng muhimi bemorimiz o'zlariga yoqadigan va nafaqat chiroyli, balkim uzoq xizmat qiladigan premium darajadagi vinirlar hisoblanadi. Albatta bu bemorimizning talablari shunday yuqori bo'lganligi uchun biz eng hamma ishlarning yaxshisini, eng premium darajasini ishlatganmiz. Lekin har bitta holat biz uchun individual. Shuning uchun albatta sizni tekshiruvdan o'tkazganimizdan keyin, ko'rganimizdan keyin, aniqlaganimizdan keyin aynan sizga mos va xos bo'lgan vinirmi, tishmi, koronkami butun hammasini nafaqat chiroyli estetik, balkim funksional, uzoq xizmat qiladigan va ishonchli professional xizmatlarni taklif qilishimiz mumkin. Agar sizga ham mana shunday estetik jihatdan chiroyli va shu bilan birgalikda ishonchli vinir xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda opsiyada o'zimiz haqimizda ma'lumotlar qoldirganmiz va shular bilan bog'lanadigan bo'lsangiz, bizning mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanib, sizni konsultatsiyaga yozib qo'yishadi.